Uyghur milleti Tëximu ئېغىر كۈنلەرگە بەرداشلىق beriş üçün hazırlinishi كىرەك. Aptori Mehmetimin Hezret. Davamı. Xitay nima uchun O'rta Osiyoni urush maydoniga aylantirishni maqsad qiladi? Xitay Ëghir darajada iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy krizis ichida. Xitay Kommunistik partiyasiga Xitay xalqi ishonmaydi. Xitay Kommunistik partiya a'zolarimi kommunizm g'oyasi degan safsataga ishonmaydi. Ammo Xitay Kommunistik partiyasining taxtdan o'zligidan tushish niyati qat'iy yo'q. Xitay xalqida hokimiyatni og'dirib tashlag'udek ishonch, birlik va iroda yo'q. Krizisdan chiqolmagan har qanday davlat hokimiyati chiqish yo'lini urushdan izlaydi. Xitay Kommunistik partiyasi umrini uzartish uchun bir qitimliq urush tavakkulchiligiga kirish qaramliqiga tayyorlanayotidi. Ichki o'qitichi kuchlarni bostirishning va xalqni namratlikqa qanoat qilib yashashga rozi qilishning chorasi boshqa bir davlat bilan urushga kirishdir. Har qanday cho'ng davlat urushni o'z ziminida emas, boshqalarning ziminlarida qanot yoytirish strategiyasi bilan harakat qiladi. 1904 va 1905 yildagi Rus-Yapon urushi Xitoyning Liaodong yerim oralida elib berilgan bo'lib, Yaponlarning g'alabasi bilan oxirlashgan bu urushda Yaponlardan 700 ming, Ruslardan 600 ming askar o'lgan bo'lib, urushga qatnashmagan, ammo urushqa sahna bo'lgan Xitoyning Liaodong yerim oralida ikki tarafning bomba o'qlariga yem bo'lib o'lib ketgan Xitoy puhrasining soni 600 ming nafar edi. Atom bombasining mavjudiyati 3-Dünya urushini bugungacha kechiktirib keldi. Dunyoda adolat yo'q, kuch bor. Kuch insonnimi, davlatnimi qutirtidi. Napoleonnimi, Gitler'nimi kuch quturatgan. Xitoynimi kuch qutirtiyotidi. Kuchlik bo'lgan hech bir davlat qirg'inchilikni o'z puhralarim degan xalqlarni qirishdan boshlagan emas. Ammo Xitoy uni qilyotidi. Xitoyning maqsadi raqiblarining diqqatini O'rta Osiyo tarafiga jalb qilish. Xitoy Amerika bilan O'rta Osiyoda urushni maqsad qiladi. Chunki Amerika ichki quruqlikda urush qilishga majbur qolsa, orqa sap bak uzoqda qolganligi uchun urush tashabbuskorligini Xitoyga tartqizib qo'ydiganligi muqarrar. Amerikaning Vyetnam, Afg'oniston, Iroqda urushib, bak muvaffaqiyatli bo'lolmaganligini ko'rgan Xitoy, O'rta Osiyoda uzunga so'zilgan quruqlik urushida Amerika va o'rtoqlarini halsirtalaydiganligiga ishonadi. Xitoyning sobiq davlat mudofaa ministri Liu Yachou 2010-yili nashr qilingan G'arbi diyor nazariyasi, ya'ni Shibulun degan kitobida shu jumlalar yer olgan. G'arbga yuzlanish bizning uchun faqatla strategik bir tanlash bo'lib qolmasdan, balki ayni zamonda umidimiz, hatto bugungi bir Xitoy naslining taqdiridir. Mukammal jug'rafiyalik o'rni bizni ilhomlantirdi. G'arbni O'rta Osiyo Türk Cumhuriyetlerini demakchi, chegara rayoni deb emas, balki
algı ilgirlash nishonimizdagi rayon deb bilishimiz lozim. O'rta Osiyoni ishg'ol qilish Xitoyning o'rta va'dalik davlat siyosati ekanligini unutmasligimiz lozim. O'rta Osiyodagi Rus omili. Ba'zilar Xitoy O'rta Osiyo Turkiya Cumhuriyatlariga hujum qilsa, Ruslar qarab turamdi deb so'raydiganligi aniq. Rossiyaning 1991-yildagi nupusi 149 million edi. 2018-yildagi nupusi 144 million. Nupusi aziyib beriyotgan Rossiyaning 17 million kvadrat kilometr zimindagi chegara liniyasi 61 ming kilometr uzunlikda bo'lib, chegarada post turishga tegishlik askar soni intayin yetarsiz. 2018 IMF yillik ma'lumotida Rossiya iqtisodiy kuchlar tizimligida 12-chi qatorga tizilgan bo'lib, Janubiy Koreyadimi keyin turadigan iqtisodiy kuch. Xitoylar bo'lsa, Rossiyaning iqtisodiy hajmi bizning Guangdong o'lkasidanmi kichik deb masxara qilishidi. Rossiya Sovet ittifoqidan miras qolgan qurol kuchi va qurol yaroq sanoati bilan kuchlik bo'lsa-mu, iqtisodiy jihatdan yildan yilga yigilab beriyotgan bir davlat. Shunga O'rta Osiyoda Xitoyning ustunlikni egilishini g'ururiga yedirolmasa-mu, qabul qilishga majbur bo'lmoqda. Uningdan boshqa Rossiya uchun Sibiriya O'rta Osiyodan muhim. Ruslar tarixdami Sibiriya uchun Buyuk Turkistonning bir qism bo'lgan Sharq Turkistondan voz kechgan. Gerçi bugun Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bilan askariy ittifoq shartnomasi tuzgan bo'lsa-mu, tarix yana takrorlanishi mumkin. 1856 va 1860-yillardagi ikki qitimliq Apyon urushidan keyin Manching hukumatining Ingliz, Fransuzlarga yengilishini fursat bilgan Rossiya Xitoyning Usuri daryosining sharqi shimolidan 400 ming kvadrat kilometr zaminni besib oldi. Xitoylar tarafidan Xaychanvey deb ataladigan Vladivostok porti ana shu chog'da besib olingan. Bu sababdan g'ururi qattiq sungan Xitoylar inglizlar bilan fransuzlarning beshini og'irtib, Ruslar besib olgan Manjuriya zaminini qaytirib elishga yordam qilishni talab qilib turib oldi. Manching xonadonining yig'isi yillar bo'yi pasaymadi. Xitoydan buyuk miqdorda manfaat olgan ingliz va fransuzlar Ruslarga bo'lgan besimni kuchaytdi. Besimga chidamagan Ruslar Manching hukumatiga Sharqi Turkistonni besib olish yo'lini ko'rsatdi. Sibiriyani bermaydiganligini, Sharqi Turkistonni besib olishga yordam qiladiganligini, Manching armiyasi Sharqi Turkistonga qadam bosganda Ili rayonini Manchingga tashlab berib chiqib ketish va'dasini berdi. Va 1875-yili Kuropatkin Sharqi Turkistonga berib egillagan istixboriy doklati bo'lgan Aleks Nikolayevich Kuropatkin Qashqariya tarixiy va jug'rofiyaviy o'chirik ismlik dokladini taqdim qildi. Biroq Manching hukumati qurol yaroqlari, oziq-tuliklari yo'qligini bahona qilib, Ruslarning taklifini rad qilgan bo'lsa-mu, Zozingtangni qo'lga keltirib olgan Ruslar Manchingga kepil bo'lib,
İngilislardan qarz elib berdi və İngilislardan alğan altınlarga qural yaraq, ozuq түлік setib bergen Ruslar Zozongtangni Sharq Turkistonga yo'lga saldı. Shundaq qilib, Sharq Turkiston bilan Manchingning ko'nglini olgan Ruslar strategiyalik ahamiyati mo'yim deb qarab, Xitoydan kesib olgan Sibiriya ziminlarini abadiy o'zining qilib saqlab qoldi. Sibiriya uchun Sharq Turkistondan voz kechgan Ruslar yana Sibiriya uchun G'arbiy Turkistondanmi voz kechmaydi degili bo'lmaydi. Bugungi 16 million nüfusluq Qozog'istonda 5 million Rus va boshqa Slavyan millatlar yashaydi. Ruslarning mutlaq ko'pchiligi Qozog'istonning shimolidagi sanoat shaharlari va poyonsiz ketgan terilg'u ekinzorligini egallagan. Garchi Qozog'iston hukumati birmi Uyg'ur ommaviy tashkilotining qurilishiga ruxsat bermagan bo'lsa-mu, bugun Qozog'istonda davlatdan yordam elib faoliyat qilayotgan mingdan ortiq Rus ommaviy tashkilotlari mavjud. Uningdan boshqa Qozog'istondan ayrilib Rossiya bilan birlashish g'oyasi bilan qurilgan maxfiy Rus tashkilotlarining Qozog'istondagi faoliyatlari nihoyat jonliq. Xitoylar bu ahvoldan besh qo'ldek xabardor. Kuni kelganda Xitoylar Ruslarga biz Sibiriyaning davosini qilmayli. Qozog'istonning shimoli sizlarga qolsin. O'rta Osiyoning qolgan qismiga ko'zinglarni yuminglar desa, tarixda Sharq Turkistondan voz kechgan Ruslar Ëghir kunda qolsa, G'arbiy Turkistondan voz kechib qilishimi mumkin. Ikkinchi dunyo urushi harpisida Polshani Gitler Germaniyasi bilan bo'lishgan Ruslarni Qozog'istonni Xitoy bilan bo'lishmaydi deb ishonch qilish mumkinmi? Davomi bor.